Nuriddin Ismoilov. Jaholat qurbonlari. Maktabdan chiqqanimdan keyin negadir o'zimni yengil his qila boshladim. Bir zum ertalabki dilxiraliklar ham xayolimdan ko'tarildi. Yarim yo'lga yetganimdan keyin birdan boshqa narsa esimga tushib qoldi. Bu esa ertalabki voqeaga taalluqli edi. Militsioner doktorlarning xulosasidan qoniqmadi. Laboratoriyaga borganidan keyin ular boshqacha xulosa qilishlari mumkinki, albatta, militsioner bilan birgalikda. Xulosaning qanday natija berishini o'zimcha tusmolladim-u, "Yo Xudo!" deb yubordim va qadamimni yana tezlatdim. Kechikishimga ozgina qolibdi. Tibbiy ekspertiza markazini izlab topib borgunimcha ilgari biror marta ham ishim tushmaganligi bois uning qayerdaligini bilmasdim. Meni so'roq qilib o'zgacha bir rohat topgan militsioner u yerdan ishini bitirib, tirjayib qaytayotgan ekan. Endi menga birgina yo'l qolgan edi. Ya'ni uni gipnoz holatiga kirib, Bo'riboy cholning vafoti bilan bog'liq xulosani olib o'qib ko'rish. Militsionerga yaqinlashar ekanman, vujudimdagi bor quvvatimni ko'zimga to'plab, ro'paramdagi odamga yo'naltirdim. Baxtimga tashqi kuch biota'sirga uning moyilligi baland ekan. Xayolan unga "To'xta" degan buyruq berdim. Bir-birimizga yetishimizga 2 qadamcha qolganida u buyrug'imga bo'ysunib joyida qotdi. Men uning yoniga keldim-da, "Isming nima?" deya so'radim. "Alisher", javob qildi u. "Alisherbek, laboratoriya qog'ozini menga ber." U qo'ltig'idagi papkani ochdi-da, uning ichidan bir varaq qog'oz olib menga uzatdi. O'qidim. Eshonqulov Bo'riboy, pasporti bo'yicha 1928-yilda tug'ilgan. Yumshoq predmet og'ziga bosilishi natijasida o'lgan. Yumshoq predmet nima bo'lishi mumkin deya o'yladim va Bo'riboycholning qorovulxonasidagi esimda qolgan narsalarni birma-bir xayolimdan o'tkaza boshladim. Yostiq. Shundan yumshoqroq predmetning o'zi yo'q. Uxlayotganda yostiq og'ziga bosilgan. Chol shundan bo'g'ilib o'lgan. Har qalay keyinchalik jinoiy ish ochganlardan keyin deloni shunaqa yozuvlar bilan to'ldirishi aniq. "Voy ablah!" deb yubordim qog'ozdan ko'zimni uzib. "Nega bunaqa qildinglar?" deya so'radim iloji boricha o'zimni bosishga harakat qilib. "Sobirning ustidan jinoiy ish ochish uchun fakt kerak edi", javob qildi Alisher. "Sendaqalar militsiyaning ham obro'sini tushirib yuboradi. Endi mendan ko'rasan, qani orqangga qayt. Laboratoriyaga boramiz. U yerga kirasan-da, haqiqiy xulosani olib chiqasan, tushundingmi?" "Tushundim", dedi Alisher hamon qattiq gipnoz holatida turgancha. Laboratoriyaga ham kirishimga to'g'ri keldi. Chunki Alisherning yana qaytib kelishi va aljoyi gaplarini gapirishi u yerdagilarda shubha uyg'otib qo'yishi mumkin edi. Botinkov va boshqa komandirlarning menga ko'rsatgan karomatlari garchi qanchadan qancha azoblar girdobiga tashlagan esa-da, goh-gohida qo'l kelishi ba'zan odamni xursand ham qiladi. Agar o'shalarning ta'limi bo'lmaganida, hozir Alisheru laboratoriyadagi 2 doktorni manqurtlar holiga tushirishimning umuman iloji yo'q edi. Boshqa tomondan olib qaraganda, ularning ta'limi bo'lmaganida men bunaqangi bosh og'rig'iga duchor ham bo'lmasdim. Murda to'g'risidagi xulosa o'zgarganidan keyin Bo'riboycholni ko'rmoqchi bo'ldim. O'likxonada g'alati bir kuch, qandaydir sovuqlik, sukunat o'zining siqiviga olar ekan. O'z-o'zidan yuraging gursullab urishga tushib ketadi. Qo'rqinch butun vujudingni egallab oladi.
Go'yo ustiga oppoq mato tashlab qo'yilgan 3 ta murda hozir o'rnidan turadi-yu, senga hamla qilib qoladigandek tuyulaveradi. Har qancha jismonan baquvvat bo'lsang ham, bu yerda ojiz bir kimsaga aylanib qolasan. G'ayri ixtiyoriy ravishda oyoqlaring bo'ysunmay orqaga tortayotganday bo'laveradi. O'zingcha hozirgina kirib kelgan eshikning qayerdaligini chamalaysan. Hatto qancha ehtiyotkorlik bilan oyoq qo'ysang-da, baribir qadamingdan chiqayotgan tovush battar vahimaga soladi. Bo'riboycholning jasadi ustidagi matoni olishdi. Bo'g'zidan qornigacha kesilgan iz bor edi. "Nima qildinglar?" deya so'radim doktordan. "Yorib ko'rdik. O'pka, jigar, yurak hammasi olingan", dedi doktor. "Faqat eti bilan suyagi qolibdi-da." Bu gapimga javob bo'lmadi. Shu payt murdaning bosh tomonida men Qozog'iston cho'llarida duch kelgan kampir paydo bo'ldi. Seskanib ketdim va birdan orqaga qadam bosdim. Boshim guvillay boshladi. Aql idrokimni yo'qotganday bo'ldim. Bu kampir qayoqdan paydo bo'lib qoldi degan o'y kechdi xayolimdan. Nega aynan shu yerga keldi? Maqsad muddaosi nima? Bu o'sha kampirmi yoki boshqami? Qozog'istonda duch kelgan kampirning shakl shamoilini eslashga harakat qildim. Yo'q, eslay olmadim. "Siz kimsiz?" deya so'radim. Yo'q, men gapirmadim. Labim ham, tilim ham qimirlamadi. Undan xayolan so'radim. Yuz tuzilishidan na kulayotganligini va na jiddiy qarashini aniqlab bo'ladigan kampirdan sado chiqmadi. O'shanda cho'lu biyobonda u gapirgandi. Kelinining ahvoli og'irligini aytgan edi. Endi esa jim. "Nega keldingiz?" deya so'radim men yana. U sukut saqlashda davom etdi. Meni esa tobora hayajon o'z iskanjasiga olaverdi. Bu yerdan qochib chiqib ketkim keldi. Hatto shunday qilish uchun eshik tomonga yurmoqchi bo'ldim. Lekin oyoqlarim joyidan jilmadi. Shu payt kampir nimagadir ishora qildi. Lekin aynan nimagaligini bila olmadim. Bezraygancha joyimda qotib turaverdim. U esa qanday paydo bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday yana ko'zdan yo'qoldi. Alisherni boshqarmasigacha kuzatib qo'yganimdan keyin uni gipnoz holatidan chiqardim-da, ortimga qaytib uyga ravona bo'ldim. To uyga yetib olgunimcha xayolimni kampir tark etmadi. Xo'p, o'tgan safar deb o'ylardim. Meni falokatdan qutqarib qolgan edi. Endi-chi nega keldi? Yoki yana falokat kutib turibdimi? Yo bo'lmasam Bo'riboycholning o'limida qandaydir sir bormi? Nahotki uni birov o'ldirib ketgan bo'lsa? Hamma yoq jumboq. Bu jumboqlar borgan sari yechilish o'rniga tugillari ko'payib ketyapti. Agar Bo'riboycholning ruhi notinch bo'lsa-chi? Men unga o'zim ko'maman deb va'da qilgandim. Nima bo'lgan taqdirda ham qasam ichmasligim kerak ekan. Endi uning murdasini morgdan nima bahona bilan olib chiqaman? Kampir ketar chog'ida nimaga ishora qildi? Hovlida Saida meni jilmayib kutib oldi. "Sizga zo'r yangilik bor?" dedi u. Uning tabassumi biroz bo'lsa-da meni tinmay ezayotgan o'ylarni xayolimdan bir oz nari surdi. "Qanaqa yangilik ekan?" dedim peshonamni kaftim bilan silab. "Toping-chi?" "Shahar berdim", dedim yoshlikdagi topishmoq aytishlarimiz yodimga tushib. "Qaysi birini?" "Dunyoning hamma shahrini." "Voy boy, lekinchi arziydi." "Xo'p, endi aytib qo'ya qol." "Bugun sal cho'zmay ayt."
"Ha? Birdan eshiklari kelmayaptimi?" deya arazlagan bo'ldi singlim. O'zlari quruq va'da bilan shunday eshitib olayapti-yu, yana qo'pollik qilib gapimni bo'ladi. Mayli. 5 marta ketma-ket taslim bo'ldim. Endi ayt. Uyimizga bo'lg'usi qaynotangiz keldi. Nuqta. Otam bilan gaplashdi. Nuqta. Keyin nuqta. Nuqtasiga balo bormi, tez-tez gapirda, dedim men o'zimni jahli chiqqan ko'rsatishga harakat qilib. Xullas, dedi Saida mening jig'i biyronim chiqayotganidan rohatlanib. Sizning to'yingizni belgilab ketdi. Qachonga? Dedim hayratim oshib. Mendan birog'i so'ramasdan, ha? Afsuski, hurmat shunaqa bo'ldi. Men bilan hech kim maslahatlashmadi. Shuning uchun tezlatishning iloji bo'lmadi. Buning uchun meni kechirgaysiz. Singlimning sho'g'ligini ham sog'ingan ekanman. Harbiyga ketishimdan oldin u hamma gapiga hazil aralashtirib gapirardi. Shu boiski gohida ukam bilan urushib qolardi. Menga esa uning hazillari yoqardi. Xizmatdan qaytganimda uning sho'xligidan asar ham qolmagandi. Mana bugun uning o'sha avvalgi Saidaga aylanganini ko'rib turibman. O'zing shartda kirib, ertadan kechga qolsanglar akamni aynitib qo'yaman demabsan-da, dedim kulib. Shunday qilmoqchi bo'ldim-u, dugonamni o'yladim-da. Shodlik bilan g'am qo'sha yuradi deysa, birov ishonmasligi mumkin. Kun bo'yi nima azobda yurgan edim-u, evaziga uyda qanaqangi mukofot kutib turgan ekan. Singlimga garchi hazil bilan tezlattirmabsan-da degan bo'lsam-da, o'zim haqiqatan ham Barnoning ertaroq yonimga kelishini istayotgan edim. Uyquga yotganimdan keyin yana xayolimni kampir, Bo'riboy chol egallab oldi. Shu boisdan ham alla mahalgacha uxlay olmadim. Kampirning birinchi tashrifi xavfning oldini olgan edi. Ikkinchi tashrifida nima mazmun bor yoki nimadan ogoh etdi u? Ana shu masala ko'proq meni o'ylantirdi. Yuragim siqaverganidan 1-2 marta tashqariga ham chiqib keldim. Ikkinchi tomondan vaqt yarim tundan o'tishini kutdim. Bironta fojia ro'y berib, men g'aflatda qolib ketishdan qo'rqdim. Har tugul meni uyqu elitdi. Xavotir olishim mumkin bo'lgan voqea sodir bo'lmadi. Ertasiga ichki ishlar boshqarmasiga borib, navbatchidan Alisherning xonasini so'radim. U mening kimligimni bilganidan keyin sizni boshliq kutib o'tiribdi, deya yonidagi tugmachani bosdi. O'rta mayor, Sobirjon ismli yigit keldi. Komandir izin berganidan keyin u o'rnidan turib meni boshlig'ining xonasiga boshlab bordi-da, o'zi tezda ortiga qaytdi. Sobirjon, dedi meni ko'rganidan keyin yoshi ko'rinishidan 50larga borib qolgan, sochlari oppoq, yelkasi keng, yuzi biroz cho'tur, peshonasini ajin bosgan, oq sariqdan kelgan boshliq. Kutaverib ko'zimiz to'rt bo'lib ketdik-ku. Ko'rishish uchun men qo'limni uzatgan edim, u quchoqlab oldi va yuzimdan o'pib qo'ydi. So'ng o'tirishga joy ko'rsatdi. Eng avval tanishib olaylik. To'g'rog'i men o'zimni senga tanitay. Ismim Bahodir, familiyam Inomov. Sen oddiy qilib Bahodir aka desang ham aslo xafa bo'lmayman. Xo'sh, yana nima? Ko'rib turibsan, mayorman. Yaqinda podpolkovnik bo'lib qolsam ham ajab emas. Bo'lishingiz aniq, dedim uning ko'nglini ko'tarish maqsadida. Mayli, bunisini vaqt ko'rsatadi. Uydagilar yaxshimi? Boboy qalay, boboy? Senga bitta maslahatim, boboyni asra. Qarisi bor joyda rizq baraka, umuman hamma narsa bo'ladi. Agar boshingda otang bo'lsa, aslo qoqilmaysan. Men boshimni egib, xo'p, dedim.
onam tirik bo'lganida bunaqa baxt 2 marta ko'p bo'lardi deya xayolimdan o'tkazdim.